Bir daqiqada buxgalteriya mini kurs 8-qism. Videoni yo'qotmaslik uchun saqlab qo'ying. Bugun sizlar bilan shotlar rejasi haqida gaplashamiz. Shotlar rejasi 0 dan 9 gacha bo'lgan raqamlardan iborat, ya'ni boshlanishi 0 dan 9 gacha. O'zi 4 ta raqamdan iborat bo'ladi. Siz agar 0 dan 9 gacha bo'lgan har bitta shotlar rejasini yodlab oladigan bo'lsangiz, qolgan 4 ta raqamni yodlash sizga qiyin bo'lmaydi, ya'ni eslab qolish qiyin bo'lmaydi. Demak, 0 dan 5 gacha bizda aktivlarni bildiradi. 0 bu uzoq muddatli aktivlar, mashina, uy, joy hammasi shunga kiradi. 1 materiallar, 2 ishlab chiqarish, tayyor mahsulot va tovarlar, 3 kelgusi davr xarajatlari, 4 debitorlar, ya'ni bizga kimlardir qarz bo'lib qoladigan bo'lsa, 5 bu pul mablag'lari. Endi 6, 7, 8 bizda passiv qismini ko'rsatadigan shotlarimiz hisoblanadi. 6 bilan 7 majburiyatlar, ya'ni qarzlar, 8 bu kapital, 9 esa umuman boshqa, ya'ni forma 2 moliyaviy natija to'g'risidagi hisobotimizni asosiy shotlar rejasi hisoblanadi va u daromad va xarajatlarni ko'rsatib turadi. Darslarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'ling va buxgalteriyaga qiziqadigan tanishlaringizga jo'natib qo'ying.